uyga tom yopish qanchaga tushyapti? Mana sizlarga realniy joydan ustda ishlayotgan jarayonidan ko'rsatib o'tyapmiz. Xo'p, tom yopishdan oldin birinchi devoringiz bo'lishi kerak. Devordan keyin hech nimangiz bo'lmaydi. O'shandan boshlanadi. Ya'ni o'sha to'sin tashaladi, keyin orasiga zardevor uriladi. Zardevordan keyin vassali tashab turib, vassalidan keyin o'sha korobkasi nimani ustidan olib berasiz, keyin loy bosib beriladi. Loy bosish xizmatlari hamma yo'q ichida bo'ladi va mana bunaqa starapillar hamma yo'q rekalari bilan birgalikda xo'p tom yopishdi. Ya'ni o'sha shipperdan hisoblaganimizda 100 ming so'mdan bo'lar ekan. Endi buni agar tunikaga hisoblaydigan bo'lsangiz, tunikani 70 ming so'mdan boshlanar ekan. Nimaga 70 ming so'mdan boshlanadi degan savolga kelsak, uni har xil gulli chiqaradigan joylar bo'ladi, gul chiqarmaydigan joylar bo'ladi. Har xil turiga qarab mansardli joylar bo'ladi. O'shanga qarab turib narxi o'zgarar ekan. Agar bizda yangi bo'lsangiz, podstatsiyani bosib qo'ying, ishlab chiqarish bizneslarni realniy ko'rib olasizlar. Ustidan telefon raqami pastda bo'ladi. Faqat iltimos ertalab 7 dan 8 gacha, kech payt o'sha 7 dan 8 gacha telefon qilinglar. Kunduzi ustakamiz telefonda olmaydilar. Xohlagan stilda usta uylarini qurib beraveradi. 2 etaj, 3 etaj, 5 etaj, 10 etaj farqi yo'q qurib beraveradilar. Ustakamiz taxminan bir 10 yildan beri shu sohadalar.